Demak, funksional tenglama berilgan. Fx funksiyaga bog'liq. Avval fx o'zini topa olsak, a sharti ham b sharti ham bajarsak bo'ladi. Demak, x ni avval berilgan tenglikda o'zini yozaman. Fx plus 3 ko'paygan f 1 taqsim x teng 4x. Mana shu yerda ikkinchi tenglikka o'tishimdan oldin x ni 1 taqsim x ni almashtiraman. Shu almashtirishni bajaraman. Mana bu x larni o'rniga 1 taqsim x qo'yib chiqaman. Shunda bu f bilan bu f bog'lanadi. Keyin fx topishimizga yo'l topiladi. F 1 taqsim x plus 3 ko'paygan fx bo'ladi. Plus yo'q teng 4 taqsim x. Endi fx kerak menga. Buni 3 ga ko'paytiraman keyin ayirib yuboraman. Minusda 8 fx teng bo'lar ekan 4x ayrilgan 12 taqsim x. Yana fx topadigan bo'lsam, mana 4 ga bo'linar ekan. 4 ga bo'lsak 3 taqsim 2x mi? 3 taqsim 2x minus x taqsim 2. Adashmasam shunday. Endi f2 ning qiymati kerak. f2 teng ekan 3 taqsim 4 minus 1. Minusda 1 taqsim 4 chiqar ekan. B shartda tenglamani yechishimiz kerak 0 ga tenglab. 6 minus 3 minus x kvadrat taqsim 2x teng 0. Nechta ildizga ega deyilgan? X teng plus minus ildiz ostida 3. 2 ekan. Demak, A shartiga javob minusda 1 taqsim 4. B shartiga